O'zbekistonda 2018-yil 15-iyuldan ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz Boyvachcha TV kanalidasiz. Shavkat Mirziyoyev ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat matni O'zA tomonidan keltirildi. Hujjatga muvofiq 2018-yilning 15-iyuldan budjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori o'rta hisobda 1,7 barobar oshiriladi. Shu sanadan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududidagi eng kam ish haqqi oyiga 184.300 so'm, yoshga doir pensiyalar oyiga 360.460 so'm, bolalikda nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 360.460 so'm, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 221.190 so'm miqdorida belgilanadi. Ish haqqi hamda pensiyalarga qo'shilgan ustma va qo'shimcha haqlarning barcha turidagi eng kam ish haqqiga nisbatan belgilangan kompensatsiya va boshqa to'lov 2018-yilning 15-iyuldan boshlab mazkur farmonda belgilangan eng kam ish haqqi miqdorida kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Aziz yurtdoshlar, bugungi video roliklarimiz shulardan iborat edi. Agarda video roliklarimiz yoqqan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.